Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum aziz muhtaram mu'min musulmon birodarlarimiz, muxlislarimiz, muhsinin, ihsonlari bilan muhtoj xonadonlardan xabar olishlikka intilib, muhabbat bilan, ixlos bilan ihson deganimizda ihson egalariga qo'llardan kelgancha xayrlarni, ihsonlarni ayamaydigan aziz birodarlarimiz. Mana bugungi Xudo xolisa inshaalloh odatdagidek ikki mahallamizga, ya'ni Sohibkor va Nurhayot mahallalariga muhtoj xonadonlardan 10 tadan 20 ta xonadonga imkon qadar voqadil hol ihson karvonini mana boshlab oldik. Bugungi kunda yana odatdagi, ya'ni navbatdagi ihsonimizni tarqatish jarayonidamiz. Har bir xonadonga mana 13 xil mahsulotlar bo'lmoqda. Taxminan 1 million bo'lmasa ham bir 700-750 minglik narsa har bir xonadonga bo'lyapti. Alhamdulillah, inshaalloh bir 20 ta xonadonni mana shu mahsulotlar bilan, mana shu ihsonlar bilan inshaalloh xabardor bo'lib, ihson egalarining jami hammalaridan Alloh taolo rozi bo'lsin. Barchalari mana shohid bo'lsin, ko'rishsinki, ihsonlaridan bo'lgan o'sha xayriyatlarini, ihsonlarini o'z egalariga imkon qadar yetkazib, xonadonlarga yetkazib borishlikda harakatdamiz. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.